Maqarlar erlar bilimlik ayollar emas, bilmas bo'lgan chiroyli ayollar ayollar. 5-si erlar ayollarni maqtab desa qamraki. Mesela mayliq go'shaklarsiz maysiz hech gap yo'q. Siz ko'may ib qarsiz. Qasdabma asga o'xshaydi. May odamni bunday qilgan deb turib maqtab turib hech gap yo'q. Biz qanaqa qilamiz? Qo'tildaymiz. Jidanni kim topdi uyda? Aslan topmaydi. Nima qiling? Qo'tildab bosh qurib yilqin degan. Bosh qo'tildab yilqin degan. Ayblab, deb qilmaydi deb ottab tutdingiz bunga. Emniyetli yomon qo'tildab qanday qaytib oldi? Chiroyli yosh turib, "Voy, sizning rastlab maqtab gapirib." Erlar maqtagan ayollarga rahmat. Tamam. 5-ci qadam bu 6-cı. Erlar çoqranga tova. Onusda mehribonlikni göstərləydigan. Həm? Tərbiyəli olğan ayollarga rahmat. Döp bo'lib turib, tərbiyəli olğan usta ayollar var. Məsələn, yo'lchining mijozi kirib turib. Tamam. Biz uni o'zgartimiz deb turishib ketamiz, ha? Bir umr o'tib ketdi. O'zgartadimi? O'zgartadi. Jidal majra o'tib ketdi. Tapni kim topdi? Erlar ajizliklarni o'ngshab berdigan bir hamdoshga muhtoj ekan. Aqlli ayol erning mijozi kirib andan o'znikiga keldi. Biz qanday turib? Biz erni boshqurib o'zgartimi? Shunama urushib o'zgartimi? Dard etib o'zgartimi deb yurib ketamiz. Lekin bek bezor bo'lib ketgan. Biz aslında mijozi kirib turib, aldab silab turibchi, maqtab turib, aldab turib, mijozi kirib turib, asta-asta o'zimizga kelganmiz. Yana aytlar aytganimiz yo'q, soqashib Müştah ayollarga rahmat. Bilmayli qutaq chiqib qolganlar. Har vaqt bizga o'ylab turgan. Rost? Yo'q deb turib, ma'qul deb qilish, birimiz ma'qul deb qilamiz. O'zimizdan deganda. Yana erlar qanday ayollarga rahmat 7-si erlar kulib turdi ayollarga. Mush erlarning eng bezor bo'ldig'ini, mushu tumshiq uzun, qapig'i yomon xotinlarga ko'chgan. Kulib turdi ayollar. Shurasmi yag'ammi? Mush ishdan yeb kelib qopimizni turtliklarimiz qo'ya. Shunaqa emas, bichar do'stlarimizni ko'rsak, teshrik idoralarini ko'rsak, hijorab ketdimiz, gapib ketdimiz. Xo'shallikning hammasi boshqalarimiz, lekin uyga kiramiz, qopimizni turtliklarimiz. Erlarimizmi, bolalarimizni bizning qopimiz qarab kirdik uyga. Qarsilik, so'rin, chiroy shuninglar. Bir xil ruhiy, ya'ni ma'naviy amallarni qo'zg'atdi hozir. Ma'naviy o'zib qolmaydi xonimlar. Ana lekin qanchisi keldi? 8-si. 8-si erlar yana qanday ayollarga, oz gap qilgan ayollarga. Biz qanaqa qilamiz? Xuddi jiq gap qilsak, ash bir dunyodan bir tangi pul yog'ilgandek jiq gap qilamiz. Erlar oz gap qilgan ayollarga. Erlar o'zim oz gap qilgan, bizga gap deb berolmay so'qashganda uruydilar. Shunaqa emasmi? Gap deb berolmay uruydilar bo'lmaydi. Urib shunaqa qildi. Hech qanday bir ojizlik bo'lmaydi. Bizga gap deb berolmaydi, ular gap qilolmaydi emasmi? Gap deb berolmay, gap tankilamay turib. Ayollar jiq gap qilamiz. Şuna ağzımızı açqanda maqtab qo'ydigan. Ağzımızı açqanda siz o'msiz qana qiladi. Yemiş balamning chiroyli xeri sizga o'xshaydi. Voy aqlli ayolchi balam. Voy dadisiga o'xshaydi deb ağzımızı açqanda u yaxshi ko'rdigan gapni jiq qilsa, amroq ko'rdik. Voy deydi. Bizga kuyindik, asraydik, söydik. Mo'yini bizni yaxshi ko'rsa bo'ldi-ku, yaxshi ko'rsa hammani qilib berdi. Şuna erlar yaxshi ko'rgan ayol bo'lardi, o'zimiz yaxshi ko'rgan xotin bo'lardi. Çünkü bir uyga kirgandan keyin albatta biz o'zimizga tava emas o'kindirmiz. Kimga tava? Bolalarımızga, to'g'ri. Erlarimizga shu oilaning baxti, xo'shalligiga tava. Biz xo'shallik ekansak, bu oila xo'shal bo'ldi. Biz xafalık ekansak, bu oila qanday xaf bo'ldi. Ham jidal majra bo'ldi, biz xafalık ekansak. Bolalarimizning psixikasi normal bo'lmaydi. Yaşlı sakballarımız meni opam deb qo'ychi bağlash. Nima? Atallar yig'ilishdik, chaqira. Do'stlar chaqirdi. Nima? Chunki hozirgi bolalar shaxsiyatchi, to'g'ri shaxsiyat bo'ldi, nomus bo'ldi. Opa degan ulug' narsa nomussiz qoladi demaydi ular. Nima bo'ldi ular chiqsa? Cho'g'adan nomus bo'ldi. Atigi xizmatchilik bo'lsalar, qo'rib girim deganda qilib chashni yosab, valifon kiyib turib ketgandan, yosh chiroyli chiqib kiysa uni yorishdi masalan. Pullarni olib deb degan.